Chikagodan Kaxa Kaladze sizlar bilan demak eshitamiz shahrimizda Azochikdan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Nurobod mahallasi betda Qibraga qaraydi. Azochikdan Karvon bozori oldi bilan kirib kelsangiz ham bo'ladi. Betimiz dachapab joyimizda tog'lar, manzara va shu idealniy. Joyimizda turburchak, tekis joylashgan, dala, havosi va shu zo'r. Toshkentda charchab yurgan okaxonlar bo'lsa, dodalar bo'lsa, bu joylarimiz bo'lsa, mana shunaqa joydan dacha qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. 5 ta xonadan iborat. Ataplina, suv, gaz, umuman muammo yo'q. Joyimizda zo'r uglovoyda joylashgan. Ichkalarni obzori bilan tanishtiraman. Narxi juda ham shikalat. Oxirida aytib ketaman. Ketdi yuringlar. Ichkalarni obzori bilan tanishdinglar. Joyimizda zo'r. Bitta basseyn qursangiz, vobshe maza qilib yashasanglar. Havosi zo'r, tog'lar ko'rinib turibdi, shabada. Joyimizda cho'tchi joyda joylashgan. Bemalol olib qo'yib dacha qilsanglar bo'ladi, uy qilsanglar ham bo'ladi. Orqasida qarang, bitta informatsiya aytaman. 4 sotix orqasida yeri ham bor. U alohida sotiladi. 4 sotix 25 ming. Bu uyimizning narxi 83 ming so'm. Через bank ham olsanglar bo'ladi. Sunnatiga o'tib beradilar. Telefon nomeridan pastga ko'rib ketaman. Bizga like papsa qilishingiz chiqmasin.